Vaksina jarayoni o'rtoqlar. Gambor qilyapmiz. Gambora vaksinasi. Raditillari, matchnilari mana bular hozirgi chiqqan bizdagi jo'jalarda shunaqa bo'lib yetishdilar. Mana bu oqlarimiz, oq jo'jalarimiz mana shu zotda. Dominant 8 da 104. 2 soatdan keyin kuchini yo'qotadi. 2 soat ichida bo'lish kerak xullas. Shu Assalomu alaykum. Irada bor, bo'lish kerak. Xolisi biznes telegram kanallarimiz a'zolari va muxlislari. Mana o'sha jo'jalarimiz yayrab yurishibdi. Ustoda bularga to'liq videosini chiqaramiz xudo xolasa. Hozir mana ancha katta bo'lib qoldi, mana yugurib yurishlari. Buni videosini xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz, boramiz, vaqtimiz yetmayapti. Mana bunaqangi kurtida osilib qo'ygan o'sha axlatga osilgan shunday nuqson dinlari ham bor, xudo xolasa. O'lgani o'lyapti, qolgani qolyapti. O'zi 10 kunda o'laydigan o'lib bo'ladi. Qolgani xudo xolasa oqlari Dominant Su8 104 ekan hozir shunaqangi. Bular Dominant Krasniy deyiladi. Uni kitobini ochib bir yo'la keyingi videolarda aniq ma'lumot beramiz o'rtada. Hozir qisqacha video qilyapmiz. Holatlari yaxshi videolarimiz. Bateriyaga kelsak, salkam 10% bateriya bo'ldi. Men aytib o'tishimiz kerak. Hozirgi paytgacha deyishdi, mana hozir bir haftadan o'tayotgan bo'lsa, 280 ta o'ldi deyapti, 3,5 mingtadan. 3,5 mingta jo'jamiz bor deyapti. O'sha birinchi 10 kunligida o'layotgani o'lib oladi, o'sha kindagi osilib qolganlari, axlati asiga yopishib qolganlari, xullas tuxumda nosog'lom chiqqanlari. Ularda o'zi fabrikada sortirovka qilib beriladi. Masalan, mana bundaylar e'tibor beramiz. Mana tirik turibdi. Mana axlatini e'tibor beramiz, doktorlar. Bular o'ladi baribir. Mana. Bu oqsoq mana. Shunaqalari bor, bular sortirovka bo'lib oladi. Xudo xolasa sotuvda faqat sog'lomlarini sotiladi. Shunaqangi gaplar o'rtoqlar. Bular tuxum yo'nalishi va go'sht yo'nalishi ekan. Oldingi videomizda aytdik. 15-yanvar, fevral uzr. 2026-yil. O'sha fabrikadan bular ikkinchi partiya chiqishi. Birinchi partiyasi sotilgan, ikkinchi partiyasidan biz olib kelganmiz. 3,5 ming, 4 ming tachasini. Yurib kelishyapti. Sog'lomlari bular xudo xolasa hozir vaksina qilinadi. O'shanga suvlarni yig'ishtirib qo'yishga mana e'tibor bergan bo'lsalar, suvlar yo'q, hozir suv saqib turib, suv orqali vaksina qilinadi. Hozir gambora qilinadimi? Gambora qilinadi. Hozir o'rtada kitobini ham mana hozir chiqishda, hozir ma'lumot berib o'tamiz kitobi haqida ham imkon qadar. Mana o'rtoqlar, Dominant Krasniy kodi 853 ekan kodi. Tuxumlar mana shunday bo'ladi. Qizg'ishga tortgan bu raditillari, matchnilari mana bular hozirgi chiqqan bizdagi jo'jalarda shunaqa bo'lib yetishdilar.
Gibrid hisoblanadi, cross yo'nalishi. Nargisini ham ko'raylik. Bu mana o'rtoqlar, keyingi ana bu oqlarimiz, oq jo'jalarimiz mana shu zotda. Dominant 8D104. Bular matchlilari, hozir Samarqanddagi. Bular gibrid mana shular chiqadi. Mana shu holatdagi jo'jalar chiqadi bizdagilar. Tuxumlari mana shu rangda bo'lardi, kitobda mana. Ya'ni o'sha Lemon Brown tuxumini rangida. Tuxum foizlari taxminan 300 ta atrofida buni, 300 ta atrofida bo'ladi deb kitobda yozilgan. O'rtoqlar, bu Samarqandda o'zi Chexiyani zoti, Chexiyaniki bu, Chexiyadan olib kelishgan, matchlilarini o'sha jo'jaligida olib kelishgan, o'shalar birinchi partiyasini ochirilgan, bu ikkinchi partiyamiz aytib o'tganimizdek. Radiatordan keyingisi. Radiatordan keyingisi mana shu, hozir bizning jo'jalarimiz mana shu holatga bo'ladi. E'tibor beramiz. Gibrid mana shu soatdan bo'ladi. O'rtoqlar, qiziqqanlarga Ramazondan keyin sotuv boshlanadi. Xudo xolasa aloqadamiz. Keyingi videolarda yana batafsil tushuntirib boramiz. Hozir bugungi birinchi aksiyasini Jambura qilinyapti. Keyin Lasotda branxit qilinadi. Arada vitaminlar berib, vaqt o'tgandan keyin keyingi vaksina qilinadi. Mana shuni aytdilar o'rtoqlar. Bugun halida aytib o'tganimdek 15-fevral bu videoni bir shu 20-gacha qo'yamiz, xudo xolasa. Holatlar shunaqa. O'lganlari o'lib olyapti, borgan sari qolganlari o'zi biz tayyor bo'lgandan keyin sotuv paytida faqat sog'lomlari qoladi. O'lganlari hozir 10 kunlikda o'lib bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimizda yana ham qotlargan bo'ladi bular. Baribir to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Salomat bo'linglar. Vaksina jarayoni o'rtoqlar. Jambora qilyapmiz. Jambora vaksinasi. 2000 doza, 4000 doza qilyapmiz, kuchaytirib qilyapmiz. 3000 ta jo'jaga 4000 doza vaksina qilyapmiz. Jambora 7 kunlikda. Tepasiga temirchani olib tashladik. Qaynab sovutilgan suvni chetdan haydaymiz. Belaga olindi qaynab sovutilgan suvni. Altı gram olamiz, 3 gramdan bo'ladi. Qattiq siltab bo'lmaydi. Idishlar polni yuvilgan, dezinfeksiya qilingan, qaynab sovutilgan suvga buni eritamiz. 2 soat suv sotganmiz. 2 soatda necha litr suv ichiladigan bo'lsa, shu suvni beramiz. Vaksina ochganimizdan keyin 2 soatdan keyin kuchini yo'qotadi. 2 soat ichida ichib bo'lish kerak xullas. Shu 2 soatda necha litr suv ichadigan bo'lsa, hisoblab oladi. Egalari 2 soatda ichib bo'ladigan suv berilar ekan, o'rtoqlar. Hozir 2 soat suv bermay chanqatganimiz sababi hozir suv sottiribdi jo'jalarimiz. Vaksina berilganda hammasi yopirilib ichib oladi. Haqaga solib aralashib olinadi. Shu tartibda o'rtoqlar aralashtirib olinadi, keyin bankalarga quyilib, jo'jalarga beriladi. Bankalarga quyilyapti o'rtoqlar 1 litr qilib.
nihoyat jo'jalarimizni rosa chanqaga mana hozir qo'yib chiqilyapti. Hozir poyilkalarni qo'yib suvni berish boshlanadi. Vaksinani, ya'ni gamborani. Mana inshaalloh chanqagan jo'jalar kelib ishni boshlaydi. Suv orqali vaksinamiz. Mana bunisiga ham hozir uzatishadi. Kelishib boshlaydi. Mana misollar qo'yib ichib oladi, ichib qo'yib bo'lganlari ketadi, o'rniga boshqalari kelib ichaveradi. Hamma ishlardan ichishni boshlaydi jo'jalarimiz. O'shancha chanqatinlari suvni ko'rib yugurib kelaveradi, ichib kelaveradi. İçib bo'lganlari ketyapti, mana o'rniga kelyapti, ichmaganlari. 2 soatgacha ichib bo'ladi hammasi. 2 soatdan keyin vaksina befoyda bo'ladi, to'kib tashlanadi. Keyin yana oddiy suv beriladi. 2 kun vitaminli suv beriladi o'rtoqlar. Undan keyin lasotda bronxit, undan keyin yana 2 kun suv beriladi. Vitamin beriladi. Keyin yana gamburani ikkinchisini 14-kuni, ya'ni 2-haftasida yana gambura takroriy beriladi. Shu bilan gamburani vazifasi tugaydi. Boshqa qilinmaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi videomiz mana shu vaksinatsiya jarayoni suv orqali berishni ko'rsatib o'tdik har kimga. Jo'jalarni olganlar gambura bo'lgan yo'qmi degan savolga hojat qolmasligi uchun. Salomat bo'linglar.